Bir shaharda odamlar go'zal bino qurishibdi. Uning har bir qismlari, ustunlari, naqshlari, gumbazlari, hatto gilamlari ham odamni o'ziga jalb qilar edi. Hamma ularni maqtardi, ammo binoning eng baland qismida tomga qoqilgan mix haqida esa hech kim o'ylab ham ko'rmasdi. Mix buni ko'rib, mening ahamiyatim yo'q ekan deb o'zini tomdan sug'urib yerga tashladi. Shu kuni qattiq shamol boshlandi. Mixsiz qolgan tom shamolga va yomg'irga chidamadi va natijada uchib ketdi. Xonaning ichi suv bilan to'ldi, bo'yoqlar bo'yalib ketdi, gilamlar loyqalandi. Xullas, bino xarob bir holatga kelib qoldi. Ana shunda mix o'z ahamiyatini angladi. U binoda ko'zga ko'rinmayotgan bo'lsa ham, lekin juda ham muhim vazifani bajarayotganligini tushunib yetdi. Hayotda ham shunday. Balki siz o'zingizni ishxonada mixdek his qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Hech kim sizga e'tibor bermayapti, qilayotgan xizmatingizni qadriga yetmayotgan bo'lishlari mumkin. Siz o'zingizni hech qachon qadrsiz bilmang. Ishxonada mix kabi muhim vazifani bajarayotganligingizni albatta rahbariyatga bildirib qo'ying. Qanday qilib deysizmi? Ushbu videoni ishxona gruppasiga yuborib qo'ying.